Assalomu alaykum. Mavsumiy ishdagi 116-ish kunimiz. Xudo xolasa ishga yo'l oldik. Bugun ham shu katta fermaga boramiz. Xudo xolasa borgandan keyin nov ishlatishimizni xudo qo'llangancha sizlarga ko'rsatib borishga harakat etaman. Shuncha bir like bosib turish, haddan chiqmasa hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Fermada shuna golubika terish bilan shug'ullanib turibmiz. Orzujon, Tojikistondan. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Xudo xolasa break chiqib qotimiz 15 minut tanaffus. Mavsumiy ishdagi 116-ish kunimiz davom etib turibdi. Xudo xolasa golubika terib turibmiz. Shunday 10 minutda hozir finish. Xudo xolasa normani bajardik. 10 minutdan keyin o'sha avtobusimiz keladi, ketamiz. Mavsumiy ishdagi 116-ish kunimiz o'z nihoyasiga yetdi. 8 soat ish bo'ldi, xudo xolasa. Katta fermadan qaytdik. Golubika terdik. Kuzatib boraverasizlar. Kim shunday mavsumiy ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa sizlarga qo'ldangancha hammasini ko'rsatib borishga harakat etaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bir like bosib qo'yishdan chiqmasa hammaga rahmat.